Coca-Cola jigarga qanday ta'sir qiladi? Coca-Cola tarkibida oqsil yo'q, foydali yog'lar yo'q, kletchatka yo'q. Coca-Cola tarkibida ko'p miqdorda shakar bor va sun'iy ximik moddalar bor. Demak, Coca-Cola oddiy uglevodlardan tashkil topgan. Hayotini Coca-Colasiz tasavvur qilmaydigan insonlar kuniga 1,5-2 litr Coca-Cola ichishi bilan qonda glyukoza miqdori keskin ko'tariladi. Bunga javoban insulin ishlab chiqariladi. Insulin ta'sirida esa glyukoza jigarda yog'ga aylanadi. Va inson semiradi. Semirish natijasida insulin rezistentlik, ya'ni uglevod almashinuvi buzilishi kelib chiqadi. Bu esa qandli diabetga olib keladi. Qattiq qandli diabet bo'lsa, shu yoqda yurak ishemik kasalligi bor va infarkt, insult, jigar sirrozi, podagra va eng qo'rqinchlisi rak kasalini olib kelishiga Coca-Cola sababchi bo'ladi. Bu ma'lumotlar ilmiy isbotlangan fakt.